Men Hanumanim simika rakshasiga duch kelgan payt-paydagi tarma qarorini ko'rdim. Shani davrida qiyinchiliklar va to'siqlar bizga majburiy sinovlar beradi. Bu voqea ixlashmandlarga aql, jasorat va qat'iy qaror sadoqatini o'rgatadi. Soyani tutgan simika hiyla bilan kelibdi. Xavf bilinib turgan paytda jandarma ekan debdi. Xizmatkorga aql va kuch ikkisi ham yor ekan. Sundarakandada bu sahnada haqiqat g'olib ekan. Soyani tutgan simika hiyla bilan kelibdi. Xavf bilinib turgan paytda jandarma ekan debdi. Xizmatkorga aql va kuch ikkisi ham yor ekan. Sundarakandada bu sahnada haqiqat g'olib ekan. Osmonda tez uchib borar ekan u payt. Soyasi to'xtab qolgandek tuyuldi. Xizmat yo'liga to'siq bo'lsa chidab bo'lmas ekan. Hanuman qat'iy qaror qildi deb aytiladi ekan. Qaytarma soyani tutgan simika hiyla bilan kelibdi. Xavf bilinib turgan paytda jandarma ekandi. Xizmatkorga aql va kuch ikkisi ham yor ekan. Sundarakandada bu sahnada haqiqat g'olib ekan. Kibr va hiylaga joy bo'lmagan kuch edi u. Kichik zarba bilan g'urur qulab aql uyg'ondi. Soyalar sirrini yo'qirilib yo'lni tozaladi. Shani davrida darma qarori qanday bo'lishini ko'rsatdi. Soyani tutgan simika hiyla bilan kelibdi. Xavf bilinib turgan paytda jandarma ekan debdi. Xizmatkorga aql va kuch ikkisi ham yor ekan. Sundarakandada bu sahnada haqiqiy g'olib ekan. Xavf ayon bo'lgan joyda darma qarorini qabul qilish shart. Shani davrida sinovlarga duch kelish ixlosmandlar uchun sabokdir.